Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz sensor tarbiyaning maqsad va vazifalari. Sensor tarbiya bu nima? Sensor tarbiya bu sezgi a'zolari orqali dunyoni to'liq va to'g'ri idrok qilish jarayoni hisoblanadi. Sensor tarbiyaga nimalar kiradi? Sensor tarbiyaga ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish va teri taktilni kirgizishimiz mumkin. Ko'rish orqali biz dunyoning 90% ma'lumotlarini qabul qilamiz. Bola eshitish orqali atrof muhitni, tovushlarini eshitadi. Teri taktil orqali esa biz bolani mayda va yirik motorikalarini rivojlantirishimiz mumkin. Ta'm bilish bu bolaning va barcha tasavvurini shakllantiradi. Masalan, ta'm bilish, ya'ni bola limonni so'zini eshitganda undagi tabiiy holatda so'lak bezlari ajraladi. Bu ta'm bilishning rivojlanganligini bilishimiz mumkin. Sensor tarbiyaning asosiy maqsadlari. Birinchisi, bola uchun qulay bo'lgan muhitni yaratish. Bola qulay bo'lgan muhitda o'zini erkin his qiladi va o'zi bo'lgan mashg'ulotlarda erkin qatnasha oladi. Keyingi bosqich esa to'g'ri tasavvur va idrokni shakllantirish. Bunda biz bolaga tashqi muhit bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni to'g'ri berishimiz lozim hisoblanadi. Keyingi bosqichimiz esa sezgi organlarining takomillashtirishuvi. Bunda biz barcha sezgi organlarini birgalikda takomillashtirilgan holda o'rgatamiz. Masalan, biz bolani oddiy bir vanna muhitiga solganimizda, bola qo'li bilan suvni ushlasa, bu teri taktil bo'ladi. Suvni o'ynasa esa, bu boyagi bola eshitadi va eshitish organini rivojlantiradi. Biz suvni ostiga narsachalar solib qo'ysak, uni bola terib oladi va bu esa bolani his qilish jarayoni hisoblanadi. Sensor tarbiya rivojlanish jarayonida biz bolani hissiy va nutqiy rivojlanishiga ham ahamiyat berishimiz zarur. Hissiy rivojlanishni biz bolalarning o'yinchoqlari, turli materiallar, yoqimli hidlar va mayin ovozlarda bolaning his-tuyg'ularini, emotsiyalarini ko'rishimiz mumkin. Buning uchun biz turli xil metodlardan foydalanamiz. Masalan, bolaniga biz har xil emojilar ko'rsatamiz. Bolaga aynan o'sha qaysi emoji yoqishini, ya'ni bola qaysi kayfiyatdaligini bu orqali ko'rishimiz mumkin. Sensor tarbiyaning vazifalari tashqi xususiyatlarni idrok qilish, tushunchalarni shakllantirish, sezgilarni farqlash va sezgilarni nutqda ifodalash bosqichlariga bo'linadi. Sensor tarbiyada maktabgacha yoshdagi bolalar uchun eng asosiy davr hisoblanadi. Bu ya'ni 6 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ushbu davrda biz sensor tarbiya bolaning kelajakda maktabda muvaffaqiyatli moslashishi uchun poydevor hisoblanadi. Bolaning sensor tarbiyasi qanchalik kuchli rivojlansa, bola maktabda va ijtimoiy muhitda shunchalik yaxshi rivojlanadi. Sensor tarbiyaning usullari ko'rish orqali tarbiya, eshitish orqali tarbiya va teri taktil orqali tarbiyalarga bo'linadi. Ko'rish orqali biz bolani ranglarni, shakllarni ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, qizil, sariq, oq kabi ranglarni farqlashni o'rganadi. Keyingisi bolani eshitish orqali tarbiya qilishimiz. Bunda biz bolalarga past ovozda, baland ovozda bo'lgan tovushlarni yoki bo'lmasa hayvonlarning tovushini, atrof muhitni, yomg'ir yog'ishi kabi tovushlarni bolalarga farqlashni o'rgatishimiz kerak hisoblanadi. Keyingi tarbiya usulimiz teri taktil tarbiyasi. Bunda biz bolalarga har xil legolar, o'yinchoqlar berib, bolani yirik va mayda motorikalarini qo'lida ushlagan holda, ya'ni his qildirish orqali bolani teri taktilini rivojlantiramiz. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, sensor tarbiya bu faqat ko'rish, eshitish, teri taktil emas, balki butun borliq bilan dunyoni his qilish, sevish va bola butun dunyoni tanishi hisoblanadi.